narxi arzon chiqadigan, Kosondagi navbatdagi sotiladigan kvartiramiz Do'stlik mahallasida joylashgan 3 xonali kvartira. Remontlari sal remont talab ekan, lekin narxini arzon qilib beraman deydi. Keling ko'rib chiqamiz. Kirish xodimiz bu tomondan alohida qilib ko'chirilganligi sababli bitta xonamizni zal sifatida foydalanishmoqda. Chap qo'limizda kladovka joylashgan. O'ng qo'limizda mana bu eski kirish xodi, ya'ni podyezddan kirish xodi. Bunda o'ng qo'lda bitta xonamiz yana. Bu tomonda esa banya va hojatxona. Xona to'rida oshxona. Chap qo'limizda yana bitta xona. Xona to'rida balkonga chiqadigan xod bor. Ushbu Do'stlik mahallasida joylashgan. Sanksiya bormasdan chap qo'ldagi ikkinchi ko'chada joylashgan domimiz uchun egalari 150 million so'm oxir deb so'rashmoqda. Balkim ozroq tushib berishar. Bu sizning muomalangizga bog'liq. Qani savdoyingizni bersin. Telefon raqamlarini pastda qo'yib bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat. Like va podpiska bosasiz degan umiddaman.